Mana. Mana. Pichoq kesgandek kesib olyapti. Mana go'sht hech qanaqa titilib ketgani yo'q. Endi suvakka navbat. Aka, boltezda go'shtni ham kesib, suvakni chopib, keyin temirga urib ko'ring debdi. Sizlar videoga bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa biz sizlar aytganlarni qilyapmiz. Sizlar ham o'tiravermasdan ichingizga like bosib qo'yinglar. Kamera yaqinroq olib keling. Mana go'sht, haqiqiy go'sht aka, mana. Mana. Pichoq kesgandek kesib olyapti. Mana go'sht hech qanaqa titilib ketgani yo'q. Endi suvakka navbat. Mana suvakni zuvordi mana. Endi navbat maqqa mana. Ovoziga nechi buni ovoziga. Mana maqni ham bukib tashadi. Mana boltaga xudo xolasa hech narsa bo'lgani yo'q. Narxi 300 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yetkazib beramiz. Jigar, obunani ham bosib keting, shuncha qilgan mehnatimizga.